Her kişi 30'dan aşqandan keyin jiq xo'shalliqqa qolmaydi ekan. Balalarning xo'shallig'i bizning xo'shallig'imiz. Bugun yaqin og'inamning bolasining to'yi, shu yerga berib xo'shallik tilayli. Turmuş sahnesida har bir odam o'xshash bo'lmagan rollarni o'ynaydi. O'rta yoshli erlar oila va kasbning og'ir vazifasini zimmasiga olgan. Bolalarning xo'shallig'i o'rta yoshli erlarning xo'shallig'i. Balalarning xo'shallig'i o'rta yoshli erlarning qalbidagi eng go'zal xo'shallik. Ularning xo'shalligi shu qadar ta'sir qilish kuchiga ega. O'rta yoshli erlarni xuddi o'zining balalik chaqlariga qaytgandek, turmushdagi ushshaq-tushshaq ishlar va yosh qiyinchiligini unutib qolgandek his qildirdi. O'rta yoshli erlarning xo'shalligi to'kpa yaratib nom chiqarishning shon-sharafi emas. Moddiy jihatdagi hashamatlik emas. Balki balalarning har bir o'sib yetilishi, har bir qadamliq ichilib, yeyilib ko'rilishdir. Ular balalarning xo'shaligi uchun unsiz bergan to'lab, tirishib kurash qilib, faqat balalarga texmo go'zal dunyo yaratib berishni xohlaydi. Chunki balalarning xo'shaligi ularning olg'a ilgilashdagi harakatlantirgich kuch, qalbdagi tasalli ekanligini biladi. Bu murakkab dunyoda balalarning xo'shaligi xuddi bir nurliq chiroqqa o'xshash. O'rta yoshli erlarning kishilik hayot yo'lini yuritib, ularni yillarning o'tishi bilan haqiqiy baxtni tepish imkoniyatiga ega qildi.